Imom G'azoliy rahmatullohi alayhi aytgan ekanlar, agar kimgadir musibat yetadigan bo'lsa 2 rakat namoz o'qisin. Chunki Alloh taoloning oyati karimasida Allohdan yordam so'ranglar ey iymon keltirganlar, sabr bilan va namoz bilan degan. Ana shu namoz qanaqa namoz desa, Imom G'azoliy rahmatullohi alayhi hojat namozi degan ekanlar. Ya'ni nimadir musibat keldi yo nimadir bizda mushkulot bor, 2 rakat namoz o'qib Alloh taolodan yordam so'rashimiz kerak. Ibn Kasir rahmatullohi alayhi o'zlarining Tafsirul Azim kitoblarida aytadilar. Kimga musibat yetadigan bo'lsa, inna lillahi va inna ilayhi roji'un desa, musibatda aritishini Alloh zimmasiga oladi degan ekan. Musibat deganda kimdirimiz o'tib qolganini biz ko'proq musibat deb biz qabul qilgan. Bizda o'zi asli eng katta musibat nima desa, dindan uzoqlashishni musibat deydi ulamolar. Namozdan uzoqlashishni musibat deydi ulamolar. Gunohga botib ketishni musibat deydi ulamolar. Eng katta musibat shu. Xudo bexabar bo'lib qolishni musibat deb atashar ekan ulamolar. Ayollar satri avratlaridan yuz o'girishni musibat deb atashar. Erkaklar o'z erkakligidan yuz o'girishni buni musibat deb atashar ekan. Ayollar ayolligidan qochishini musibat deb atashar ekan. Ulamolar mana shuni musibat deydi. Mana shuni ko'rgan paytda inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Biz Xudoniki, biz Xudoga qaytamiz. Bu kalimani asl mohiyati nimadan iborat desa, insoniyatni Alloh taolo yaratishidagi maqsad muddaosi o'zi asli shu. Sayrun ilalloh deydi. Sayrun ilalloh nima degani desa, Allohga qaytishimiz. Ibodat bilan Allohga qaytamizmi? Yoki ma'siyat bilan Allohga qaytamizmi? Ma'siyat degani katta gunohlar tasavvur qilmang birodar. Siz zino qilmayotgandursiz birodar. Siz ota-onangizga oq bo'lmayotgandursiz birodar, lekin bomdodga turmayapsizmi? Ana shu haqiqiy musibat. Siz bilan biz Allohning buyruqlariga itoat qilmayapmizmi? Ana shu haqiqiy musibat hisoblanadi.